Alinur tilla topdimi deyman oyoqdan. Alinur, nima qilyapsan? Assalomu alaykum hammaga aziz do'stlar, aziz obunachilar, charchamayapsizlarmi? Sog'lommisizlar? Sizlar bilan har doimgidek men Hasan Himmatovman. Aziz do'stlar, bugun biz yana o'sha Nargiza opamizga qurilayotgan yerga keldik. Ustakalarimiz ishlayotishibdi. Ertalabdan kelib o'zi bir qator terib tashashibdi. Bir qator terishgan, 4-qator ketyapti. Xudo xolasa do'stlar, Nargiza opamiz u yoqda ustalarga ovqat boshlab olgan. Ustalarga ovqat boshlab olgan. Kecha-kechasi qum kelib tushibdimi deyman bu yerda. Ustalarimiz kichkina satil so'rashuvdi. Satillar olib keldik loy tashishga. Assalomu alaykum. Hormaysizlar. Charchamayapsizlarmi? Mana satil. Bu og'irlik qildimi? Bu endi mana bu beshpechonki ichini solta g'ir aylantirib o'shanga shpatilab kirish uchun katta satil aniq qilgan. Loy tashishga bo'lmaydi-a? Yo'q, bu o'sha qorishga yaxshi-da. Bizga bu maytlar bu. Tipi bo'lgan sari. 4-qator boshlan, 5-qator ketyaptimi deyman. To'liq aylanyapti. Bir qator bo'ldi, 2-qator. Bitta aylanib ketaverasizmi? Burchak chiqarib olmaysizmi? Bitta ketaveradi. Bir xilda baribir. Burchak ko'tarib bir tomon ketdimi, hamma tomonni bir tesangiz mustahkam chiqadi. Shunda. Sizlar kelguncha to'proq to'la bo'ladi dedik. Sarvarjon? Sarvar bugun to'ldirib tashlaydi endi yo'q. Qur'on oldida. Ko'tarib taylamas, tezroq taylasa, pastda hozir. Hozir Sarvar ishni boshlaydi bo'lmasa. Kechasi qum kelgan. Kecha bizga va'da berdi-da. 7 kiyirishcha dedi, to'lpoq to'la turgan bo'ladi. Hozir men aytdim, ha dedim, bilmadim deb qo'ydim. Kecha uxlaganda. Faqat o'sha yer qoldi to'lmagan. Kecha ko'rayman deb esimga tushdi. Men eshikda necha qilamiz balandligi? 2 mi? 2. 2 bo'layotgan bo'lsa, mana bu tepadan o'tgandan keyin hozir mana yog'och ana qilayotgan joy chiqdi. Sal yursangiz avval o'sha salovat ochib qo'ydi. O'sha o'rnini sotib oldi hozir. O'sha yog'och, taxta sotadi. Bizda shashi joyi borku. Hozir shashi sotyapti. Qayer ko'chaga chiqqandan keyin, Ko'cha Koson yo'lda yurganingizdan keyin tepada o'tgandan keyin. mostda o'tgandan keyin. Yo'q, mostga o'tmaysiz. Men o'zimizni. Zapravkalardan o'tgandan keyin. Yo'q, o'tmaydi. Undan ham o'tmaydi, beriroqqa. Shunday qarab ketaversangiz, Shlakavlab. tomonga. Ha, shundan keyin. Shularga yo'llaydi. Yo'lni bo'yidami? Yo'lda yurdi. Shunday qarab ketaversangiz o'zi ko'rinadi. Podvalga endi eshik ramka o'shani agar borib ko'rsangiz, ma'qul tushsa, o'shani olib kelsang, bir xil chiroyli chiqadi dedim-da. Ham arzon. Ikkita eshik bor o'zimda, o'shani beraman dedim, taxta eshik bor. MDF eshigi. Tayyor, zo'r turibdi. O'shani qo'ysak bitta keyin temir eshik sotib olamiz-da bunga. Keyin o'sha akva zo'rlikda. Arzon narx va o'shaga xudo bo'lmay kirdik. Akfalar ham bormi, akfa? Ha, ishlab chiqqan-da. Ishlab chiqqan akvalar arzon. Duvoyni o'ynadik. O'ynadi. Ko'ramiz bo'lmasa o'shani. Borib ko'ringlar, agar ma'qul tushsa deyapman-da. Yo'q, bu yoq 2 qilavering. O'shanga moslab yasatamiz, nima qilamiz? Endi tayyori bor-da, tayyorlari bor. Yasab qo'yibdi. Ikkita eshik bor, 2 metr. Ma'qul tushsa birdan o'sha razmerga aniq qilib kelsak, joy chippa tushadi deydi. 2 metrlik eshik bor-da, ikkita. Ha bo'ldi. Derazalari bor. Fortishkalar bor. Endi bu kirib ko'rish kerak-da aylanib. Ular nima yasaladimi yo ishlatilganmi ular? Ishlatilmagan, yangi yasab. Sexi bormi? Ha, sexda yasab olib kelib turib shu podvalga issiqqa yotmasin deb podvalga qo'yib qo'yibdi. Podvalga to'la podval.
har xil razmer. O'tib ko'raman bo'lmasa. Deraza olishimiz kerak baribir. Ha. Shunday koson yo'lga pavorat qilinadi, tepadan o'tgandan keyin blok seklar, shunday qarab ketaversa o'zi bunday oldi reshotka yog'ochlar bosib qo'ydi, yog'och taxta. 10 qo'lda. 10 qo'lda. Koson ketishga 10 qo'lda. Shunday kirish kerak palvonga. Nima ketdi, hech narsa ketmaydi. Ko'rish kerak, ma'qul tushsa olinadi demoqchiman. Arzon. Shu arzonligi uchun aytyapman. Keyin buni 2 metr qilgandan keyin beton quyamiz mana ustiga turmichkasi yo ikkita kuruklar qo'yib qilamiz. osonroq. Nima deydi? Ugolib. Ha? Ugolib qo'yamizda. Ugolokdan ko'ra unday yog'och bor-ku. Bo'larmi? Ha, bo'lar. Bo'lar qo'ysa ham bo'lar. 2 bo'lsa yetadi. Ikki tiktadan qo'yiladi, ha? Ha. O, qaysi mustahkam bo'ladi o'zi? Temir yaxshi emasmi? Temir kelajakda ana u shkatoga ushlamaydi, taylab olmaydi. Bo'lar yaxshimi? Bo'lar yaxshi. Bo'lar bo'lsa bo'lar qo'yamiz. Bo'lar qo'yish kerak. Menga berganini qo'yib ketaman. Erta-birga keyin mana o'pirilib, sal o'tmay bor, temir ushlamaydi-da shkatoga. Taylaydi. Eshik ochilaveradi, tars tushib ketadi. O'zi sifatli qilavering endi. O'zi bitta mahallada yashaysiz bari. Ha, yo menga farqi Mahalladoshingizga bo'lyapti. Aytadiki, opamda ovqatdan shirin bo'lish pochcham masallig'ida deydi-ku. Masalliqqa qarabda. Bo'ldi. O'sha ayting-da, temir emas, bo'lar yaxshi deng, bo'lar olib kelamiz. Ha, bo'lar olib keling. O'rab qo'ysa mustahkam bo'ladi. Bugun erta boshlandimi deyman ish? Kecha ham soat 7 ga keluvdik. Kecha abid kecha ish bo'lmadi-da. O'qildik, kutib vaqt ketyapti. Bu hol bugun 7 dan keldik, ishni boshlab oldik. Hammasi jildimiz qo'yilgan, boshqamiz tayyor. Kecha necha zvon qildim, davay. Jildiz yo'q. Satil yo'q. Suv yo'q. Bu yog'iga ketdi ishlar, ha? Ha, yillasida ketaveradi. O'zi g'isht turibdi-ku. Toshib taylaganmiz-da. Ha, xirga. Tashilibdi. Endi g'isht chaqirishimiz kerakmi deyman? Ha, bu malda toza bo'ldi. Chaqirsa ham bo'laveradi. Bo'ldi, bo'lmasa bir mingtacha g'isht chaqiraylik qani bugun. Hali bu yoqqa ko'p g'isht ketami deyman. Bu ayol chiroqchidan. Ko'kdalada. Xullas, layklarni bosib kuzatishda davom etasizlar. Biz g'ishtga zakaz beramiz. Tilagim boshida duo qilurman, ilohim hech ayol yolg'iz qolmasin. Ayol ona ayolni mutabar bilurman, ilohim hech ayol yolg'iz qolmasin. Tilagim boshida duo qilurman, ilohim hech ayol yolg'iz qolmasin. Ayol ona ayolni mutabar bilurman, ilohim hech ayol yolg'iz qolmasin. Suyanmakka yo'qdir dard toshi tog'i, g'amlar kelaverar yo'qdir adog'i. Bog'bonsiz qoladi gul o'sgan bog'i, ilohim hech ayol yolg'iz qolmasin. Bog'bonsiz qoladi gul o'sgan bog'i, ilohim hech ayol yolg'iz qolmasin. Yolg'iz qolmasin.
bir o'zi bo'linar ikki tomona. Bir o'zi ham ota, ham o'zi ona. Bir o'zi bo'linar ikki tomona. Ko'zlarida yoshu qalbi g'amxona. Ilohim hech ayol yolg'iz qolmasin. Ko'zlarida yoshu qalbi g'amxona. Ilohim hech ayol yolg'iz qolmasin. Yolg'iz qolmasin. Farzandlar ulug'ayar kun bora-bora. Farzand o'zi bilan o'zi ovora. Yolg'iz o'tiradi ona bechora. Ilohim hech ayol yolg'iz qolmasin. Yo'qlab o'tar bo'lsa bir yaxshi inson, boshiga yog'ilar ming xil bo'xton. Javlon aytar bu dunyoda hech qachon. Ilohim hech ayol yolg'iz qolmasin. Javlon aytar bu dunyoda hech qachon. Ilohim hech ayol yolg'iz qolmasin. Yolg'iz qolmasin. Yolg'iz qolmasin. Ilohim hech ayol yolg'iz qolmasin. Yolg'iz qolmasin. Ishlarimiz tushdi aziz do'stlar. Hozir 600 top kelindi. Hozir yana kelishga ketdi. Yana 600 ta keladi hozir. Ustakalarimiz ishlashyapti. 6 qator bo'libdi o'zi, ha? Biz shu yoqda choyni olib kelyapsiz. Choyni olib keldik Ustakalar ustalarga. choy so'rashadi. Opamiz choy bilan ta'minlab turibdi, tanimsiz. Ha. Alinur, qalaysan sen? Yaxshimisan? Bu yoqda suvda muammo yo'q ekan, shu tomoni yaxshi ekanda. Suv oqib kelib turadi. Bu yoqda suvimiz ham yaxshi oqib ketmoqda. Ishlar avjida ketyapti. Alinur ham yo'da uy qilibdi. Iyachi. Uyacha. Nima dedingiz boya? 3 yoshligida ham shunday iyacha yesa mana kirib yeshang degan. 3 yoshligida ham shunaqa qilganmi? Uyimiz yo'q degansizda. Uy yo'q. Uy yo'q degan uchun Qumdan uyacha yasab buni yaxshi otasi aroq ichib sotganda uyda. Uyimizni sotib ichib qo'ygan keyin uyimiz yo'q deganim uchun shunday qilgan. Shunday uyacha yasab mana kirib yashang degan. Mana endi haqiqiy uy bo'lyapti. Bitsa juda chiroyli uy bo'ladi. Ha, Alinur? Chiroyli uy bo'lyaptimi? Yoqyaptimi senga? Alinur ham ishlagan. Alinur Ishladingmi? İşledim. Ishlayapti, o'sh paytlari. Ha. Ustalarga yordam berib, g'ish tashiyapti. G'ish ko'tara olasanmi? Ko'taradi. Ertalab 32 ta tashidingmi? 32 ta tashibdim. Abitgacha? Gap. Hafta 16 ta Abitga. Malades. O'zimizni uyga o'z hissamni qo'shay debsan-da.
gaplar. Hozir ishlarni ham terilish jarayonlarini ko'rsatib o'tamiz. Mana ishlarimiz keldi. Ishlar mana juda ketyapti. Xullas, shunaqa gaplar do'stlar. Layklarni bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Xudo xolasa 4-5 kunda devor ko'tarilib qoladi. Ustini yopadigan darajaga yetib qoladi. Layklarni bosamiz, kuzatishda davom etamiz. Meyvelere kıyaslap hiç kalmadı kendisi. Meyvelere kıyaslap kalmadı hiç kendisi. Ey Allah'ım Xudayımның bir sevikli bendesi. Ey Allah'ım Xudayımның bir sevikli bendesi. Ayal ko'ngli pokiza, vafadardır u bize. Sizler barsiz bu dünya güzel görüner güzel. Ayal ko'ngli pokiza, vafadardır u bize. Sizler bilen bu dünya go'yoki bir mo'jiza. Shirin har so'zi adab ikromli o'zi boldan shirin har so'zi azar bermang ko'nglini gulib dursun gul yuzi azar bermang ko'nglini gulib dursun gul yuzi ayol ko'ngli pokiza vafadardır u bize sizler barsiz bu dünya güzel görüner güzel ayol ko'ngli pokiza vafadardır u bize sizler bilen bu dünya go'yoki bir mo'jiza Cennet ayağınızda üstüdedir bilseniz baktığımıza hemişe sağ selamet yürüseniz Cennet ayağınızda üstüdedir bilseniz baktığımıza hemişe sağ selamet yürüseniz Siz cilmeyip gülseniz yürekke bular derman Rozun bekme köngülünde kalmaydı sıra arman Bir cilmeyip gülseniz yürekke bular derman Kuvandıkmı köngülünde kalmaydı sıra arman Ayal ko'ngli pokiza vafadardır u bize Sizler barsiz bu dünya güzel görüner güzel Ayal ko'ngli pokiza vafadardır u bize Sizler bilen bu dünya go'yoki bir mo'jiza Sizler bilen bu dünya go'yoki bir mo'jiza Alinur tilla topdimi deyman u yoqdan. Alinur, nima qilyapsan? Ha? Uygacha qilyapsanmi? Nima qilasan keyin uygacha? Qumda o'ynashni yaxshi ko'rsanmi deyman, ha? Har kuni kelamiz, Alinur mana shu faqat shu qum o'ynayotgan bo'ladi. Qumda o'ynashni yaxshi ko'rar ekanda. Do'stlar, bugun ham kech bo'ldi. Ustakalarimiz ancha ko'tarib tashlashdi o'zi. Olmaysizlar.
olti qator to'liq bo'ldimi deyman, hamma taraf. Qum bilan aralashtirib qilasizlarmi yo tuproq o'zimi? Mustahkamroq ham bo'ladi, qum bilan aralashtirsa. Yetti qator terib turib, deraza bundan tayyorsan. Yetti qatordan yana bittadan keyinmi? Shuncha bo'ladi. Bo'ladi, mana bo'ladi. Bittadan keyin tashib ketsangiz ham bo'ladi derazani. Do'stlar 120 ga 140 qilyapmiz derazani. 120 bo'ladi, mana 140 bo'ladi. O'sha normal bo'ladi bu xonalarga. Bundan kattasi ham katta bo'lib qoladi, kichkinasi kichkina bo'lib qoladi. Ikkita deraza bo'ladi bu yoqda. Bitta, u xonada bitta. Eshiklar bu yoqdan bo'ladi. Bitta ichkariga taxta eshik qo'yamiz, ikkita tashqariga yo temir eshik qo'yamiz yo akfa qo'yamiz. Yomg'ir tushishi bor. O'shaning uchun tashqariga taxta eshik qo'ymaymiz. Shunaqa gaplar do'stlar. Shunday qilib bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi do'stlar. Qo'llab-quvvatlab turasizlar, layklarni bosib, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yasizlar va xudo xolasa ertangi videomiz bundan da qiziq bo'ladi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, ertaga gaplashamiz.